Bu yoz Yevropaga sayohat qilmoqchiman. Agar hammasi rejadagidek ketsa, bu yozda Yevropaga borishni juda ham xohlardim. Eng birinchi Italiyaga. Chunki bu 12 yoshimdan beri orzuyim. Italyan shaharlari, ko'chalari, Rim, Venetsiya kabi shaharlarga borishni juda ham xohlardim. Arxitekturasini o'z ko'zim bilan ko'rib, aylangim juda ham keladi. Tor ko'chalar, mazali italyan ovqatlari, ayniqsa haqiqiy italyancha pizzani o'sha yerda yeb ko'rgim keladi. Har burchagi tarix bo'lgan Yevropa shaharlari juda ham qiziq. Keyin sekin Barselona, Madrid qilib, yana bitta orzuyim bor. Shu Ispaniyada futbol tomosha qilish, stadionga tushib, El Clasico'ni masalan. Fransiyaga uncha qiziqmayman, lekin yo'l-yo'lakay u yoqqa ham kirib o'tardim. Fransiyani qaysidir bitta shahrida velosipedda uchgim keladi. Bu ham qanaqadir boshqacha vibe. O'zi umuman sayohatda ikki xil turi bor-u, kimdirga plyajda yotib dam olish yoqsa, bu ham yaxshi, lekin ko'proq yangi odamlar, madaniyat va butun umrga esda qoladigan xotiralarni yig'ish juda ham yoqadi. Va kontent qilishni boshlaganimdan keyin chet elga borib, kontent olgim ham keladi. Shunaqa orzularim bor, yaqin tez orada amalga oshishini juda ham xohlardim. Shunaqa sayohat haqida juda ham ko'p gapirgim keladi. Endi sizga bu yozda siz qaysi davlatga travel qilishni xohlardingiz? Izohlarda yozib qoldiring.